Almay durun la. Başladı o, elin la. Ya aldırma. Evet, talaşma. Uf, ya. Yani bu şundaqa biz her kunligi müşahede şu talışıp durup aldığan fayda yol koyuyoruz. Fakat her kunligi Beijing vaqt saat 13'ten başlanıp 16, 17, 18, 19 nami. Demek şu tamam vaxtini chiqayotganda her saatte mesela bir qatim yotgan, qo'shiq yotgan 20 koy, yolg'iz yotgan 15 koy, to'shay 1 koy, kiyim jasi 1 koy, paypoq 1 koy, nurg'un narsalar 1 koy. Bunda talışıp turgan shundoq alohida bir o'rnlar qiziqqanlar bormi? Mening aniq o'rnim men sal depirma. Texnik noch payt aqimizda. Matak menlar. Bundan keyin kiyimga set olamsiz va yoki har qanday turmush bo'lsa set olamsiz. Endi chiqimsangiz bo'lgan bo'ladi. Nima chiqadigan vaqtida bular hozir keng ko'lamda mayli kiyim-kechak olsun, mayli turmush buyum olsun, har qanday mallarni eng tez suratda oz foydalab ko'p sotib chiqimiz degan turli yo'l qo'yibdi. Uni ustiga oldimizdagi birinchi aydan birinchi kuni yangidan kuni alohida foydadan o'tirib qo'yibdi. Bu yana bundan ichida dal birinchi kun foyda qadashgan vaqtida o'sha yerdan nimalar olsangiz iste'mol saviyangiz 128 ga oshgan bo'lsa, mukofotli chek tortish musobaqasiga siz qatnasha olasiz. Bir qanday fursat bor degan gap. Agar sizniki ag'a millingiz material, agar sizning ag'a millingiz 256 kun oshgan bo'lsa, darhol sizga 2 qatimli chek tortish faoliyatiga qatnasha olasiz. Qatnashgan vaqtida eng yuqori bo'lganda o'sha diafengo deymiz, mikroto'lqinli o'choq deymiz, har xil qazonlar deymiz, eng tövni o'sha qush cho'qi deymiz. Chiqib sizga rahmat degan chiqmaydigan cho'qim 100% mukofot chiqadi ekan. Bundan yosh o'rlasini tashkil qilgandigan shu cho'qim besanglar, besib kelinglar. O'zimga kiyimcha deymiz, har qanday narsalar bor ekan bu yerda. Turmush buyumlari deymiz, so'nggi deymiz, hamma narsalar bor ekan. Bu yerniki bahsi eng to'van baholi qildi. Ma kanjan yemni olsa faqat topaman men aytib qo'yqando. Hey, menga. Bu men bakama qizili. Qizilsi bor. Kaç pul qizili? Orange 20 koy. Ma kaç pul? 13 koy. 13 koy? Ha, 13 koy bersam olamsizlar. Mala 19 koy. İnsanlar bo'lsin lekin mo'sh puling yurak bermay kelib qolmanglar lekin yurak bermasam buna pul olamaysiz. Ma kaç pul? 19 koy. Mana ko'ringlarmi? Shunday chiroyli gansarlar. Qizlar gansar 19 koy ya. Machonlarning maykalar ara 33 koy. 33 koy. Yeni bormi, manimi? Kenja 20 koy. Kenja 20 koy. Ha. Mana mushtaq emasmi? Mana shunga qaramaydi. Men yerdan kiyim olsam arzuyim keling. Arzuyimsa mishlardan kiyim olsa ishtonni o'sha oyog'ini tik bir taqsiz siza. Yaxshisi. Uni boshqa masalliqqa cho'ndan deymiz, o'sha kirliklarniki oyog'ini nima yaxshi qilib berasiz. Yaxshisiz ba shu raqamni olsa biz butun ajrahni olsa raqamni biz men yaxshi tikimiz kirlikdan Mana ishtonim shu yaxshi qilib bergan bo'ldi. Uni boshqa eng zo'r oladigan nima degan vaqtda bu yerdan nima olsanglar, kiyim olsanglar 30 kun ichida almashiq bo'ladi. Uyga birib, yaramay qilib va yoki cho'k chiqib qolsa 30 kun ichida misal kelsanglar almashiq bergan bo'ldi. Yeni islat bo'lsin, har kunligi mal setib, yeni shu eng azam bog'liq mallarni to'xtamay shu har soatda bir talashib olgan faoliyatlar faqat kunligi bor. Lekin ma yuandan yeni birinchi kuni shu bir chatdan mal setib olsangiz, yeni bir chatdan mukofot tortib olsangiz, nurg'un qimmat buyum mukofoti sizni kutmoqda. Undan olsa meni aniq adresini bilganlar bor deyman. Meni aniq adres olsa, shu Winello, Xualoniki, yangi Dabaza, kiyim-kechak shaharsiniki 3-qavatini Dafudi sitani qarshi oldi.